Vohidjon, ikkita Labbi aka. sirrochli notebook kerak Hasan Husanlarga. Hasan Tanka, Roblox o'ynagan. Sal igrovoroq bo'lsin lekin. Bo'ldi. Bormi? Ikkita bir xil. Hasan Husan, ikkita yaqin do'stlar uchun ham bor ekan. Qani? Ko'rishingiz mumkin mana. Bumi? MSI brendidan. Hop, nima xususiyati bor? Hop, xarakteristikasi. Hop. Hop, Core i5. Voh, 13-avlod. 13-avlod bo'ladi. Operativkasi-chi? Operativkasi 8 8 GB DDR4. Zo'r. Hop, undan tashqari. Hop, yana bu notebookimizda GeForce RTX 2050 video kartasi ham bor. 4 GB lik. Bo'ldi, zo'r. Narxi? Narxi siz va siz yaqinlaringiz uchun $600 qilib beraman ekan. Sovg'asiga nima bor? Sovg'asimi? Ha. Hozir ko'rsaman, keling yaqin. Yana bitta notebook berib yuborasizmi deyman aka? Astoydil boshlab ketishingiz boshqacha. Sovg'asiga akam iFix brendi tushirilgan shunaqangi firmenniy sumkalarimizdan qo'shib beraman. Qoyil, sifatiga gap yo'q ekan. Sifatlari bemalol 10 yil, 15 yil xizmat qilib beradi. Aka, to'g'risini aytaymi? Ayting. Videoga kirdim. Uzr. Har doim shunaqa qilasiz aka, siz bilasiz. Bo'ldi, shu oxirisi, aka, shu oxirisi.